Assalomu alaykum usta aka. Alaykum assalom. Hozir men sepay turgan narsangiz nafaqat menga, qolaversa kuzatuvchilarga ham qiziq. Bu nima? Nima uchun sepilyapti? Shuni qisqacha tushuntirib o'tsangiz bizga. Valtisol. Sho'rlab ketgan joylarini pardozdan olib yuvib yuboryapmiz, tuzlarini, keyin chiqib ketmasligi uchun. Shunda hozir buni sepib, keyin pardoz qilinadigan bo'lsa, devorda xudo xolasa umuman sho'r chiqmaydi, undan keyin ham sho'rlamaydi, ha? Xudo xolasa yaxshi niyat. Ana kuzatuvchilar ko'rganlaringda mana bunday uchastkalarga tushadigan sho'rlarni oldini olish maqsadida hamda antisol ekan nomi, shuni sepib pardoz qilinadigan bo'lsa, xudo xolasa bundan keyin ham sho'rlamaydi, pardoz jarayonida ham hech qanday muammo bo'lmaydi. Ishlarni juda idealniy qilib ochib, chiroylab beradi. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, buni qanaqa tayyorlanishini qisqacha tushuntirib o'tib ketamiz. Muhtaram. Mana qilib turasiz. Ne diyorsun? Tuz ekan. Şeker. Qattan bor. Kuzatuvchilar ko'rganlaringdek mana 10 litrli baklashganimizda ko'rganlaringdek mana 10 litrli baklashganimizga 2 ta antisol solinyapti. Shunda 100 gram suvga 1 litr suvga 100 gram antisol to'g'ri kelyapti. Obuna bo'ling.